Sen ishlaring yaxshimi? O'g'lim, yaxshimisan? Ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Hozir bir minut bilan gadoy bo'lsa kerak. Amaki bu yoqqa keling. Ular nima qilsiga bola bormi? Ada, kelmayman o'rtoqlarning iltimos bo'lib turmay, o'rtoqlarimni sharmanda qilmayman. Bor boshqa joydan so'ragan pulingni. Lo'la ekan, pul so'rab yurgan ekan. Uyingni supurib bering, men nimadirlar deb gapiryapti. Ada, bu nima qilganingiz? Bolam yaxshi keldi, nima qilib navaramga men buni olib keldim. Buni boshimga uraman, ha. Voy, o'rtoqlarim oldida nima bunaqa sharmanda qilasiz kelib? Qanaqa otasiz o'zi? Yo, o'g'lingizni qoliysizmi o'shani? Pastga urib tashlaydi meni ko'chada hamma. Otasi mardikor ekan deydi, otasi ko'cha supur ekan deydi. Bunaqa ish qilmang keyin safar. Assalomu alaykum andijon. Navaramni olib keldim. Yaxshimisan, Sinam? Yaxshiman, siz yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Ota-ona oq qildim deyishi shart emas, aka bilasizmi? Shu baqirganingiz o'zida ham oq bo'lib qolishingiz mumkin. Siz Allohdan qo'rqing, tavba qiling. Otaga ham shunaqa baqiradimi? Otamni shunaqa bo'lib yurishiga siz sababchisiz. Agar siz noqobil farzand bo'lmaganingizda, adam shu ko'cha supurib yurmasdi. Otasini boshqalarning oldida o'zini otasi ekanligini tanitishni xohlamasligi ham oq bo'lishli ko'rinishlardan bittasi ekan.